Assalomu chorva ishqibozlari, mol ishqibozlari, hop o'zimizni firmada 2 dona sotiladigan novvosimiz bor. Hop bu novvosimiz bo'yi 1.30 plus. Hop vazni 550 kilodi, 550-600 kilo o'rtasida. Hop limuzin, sifatlari bexijolat 100. Bu molni hali zotga ishlataman deganlarga ham bo'laveradi. O'zimizda ham ikkita mollar qochirgan, ko'ryapsizlar. Sifati nihoyatda kuchli narsa. Hop. Ko'ryapsizlar, limuzinlarni 42-45 deyishyapti bu mashinaqalarni. Aka-ukalar bizda pulzabil sirojniy xonasiga tonna bo'ladigan shu limuzinni tonnaligi, shunday tonnali bo'ladi aka-ukalar. Bizda hop 39 million 500 ming so'm kami bor, kelishamiz. Dastlabkasini kelishilgan holatda qilib beramiz aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Molni ko'ryapsizlar, sifatlari o'ta bomba. Hop, ikkinchi molimiz mana Shvedka gibrid, bu ham o'zimizda bo'zay bo'lib, enasini qonidan tushgan. Hop, bunimiz hali bo'zay. 1.15 plus, 1.20 ham chiqadi. Ko'ryapsizlar, bu ham etvoshlari ancha suvlanib qolgan mol. Dog'lasi 3 oy yaxshilab boqsalar tayyor bo'ladi bu. Razi o'zgaradigan vaqtiga kelib qolgan. Bu molimizni 250-300 kilolik mol, endi kamerada qana ko'ryapti-yu, kichkina narsa emas. 250-300 kilolik mol aka-ukalar. Hop. Bu molimizni 21 million 500 ming so'm kelishamiz. Manzil Marg'ilonda, o'zimizning firmada. Telefon raqamlar 90lik 777 99 96 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mollar ko'ryapsizlar, o'ta sifatlari bomba. Ko'tlari ham juda kelishgan mollar, mana ko'ryapsizlar-ku. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop, dastlabkalari kelishilgan holatda qilib beramiz. Bo'ynlarini qaranglar, buni bo'yni va limuzin tamana qaranglar. Tonnali